ko'ylaklarga vыборlar kelib, kiyib ko'rib, yangi yilni bizlarni liboslarda kutib olsangiz, bizdan baxtli odam bo'lmaydi. Mana bular 400 minglik ko'ylaklar. Mana bular shunaqa kiyganda chiroyli turadi. Bir dona qolgan. Kim razmeri bo'lsa, brend bo'lgan kiyimlarimiz bor ekan, 400 mingdan. Qizlar kim chetga ketayotgan bo'lsa, bu kiyimlarimizni 400 mingdan olinglar. Maza qilib kiyasizlar. Buni o'zini kupalnik ustidan shunday kiyib olsangiz bo'ladi. To'g'ri kirganingizda hamcha, chiqqaningizcha qurib qoladigan narsa-da. Ichida nimadir Xbeshka anasi ham bor. Podkol. Yangi yilda ilm olishga uyda mana bunaqa havoda issiq choylar bilan yeb o'tirishga eng zo'r bo'ladi. Mana bu dvoykamizni Pari maza qilib yozda kiyganmizda, sizda bo'lsa, shular 400 mingga tushgan. O'tgan yili talash bo'lgan kofta yubkalarimiz hammasi 400 mingdan qilgan. Va mana bu rangi ham bor. Dam olishga ketayotganda kelinglar, basicdan shunaqa zo'r kiyimlarni olsangiz bo'ladi. Dubayga ketayotganda maza qilib Dubayda kiyasiz. Hamma narsalarni. Yubkalarni qarang. Qizlar, mana bu ham 400 mingmi? Qarang. Nima material o'zi qimmat. Olib ketinglar, bir dona qolibdi. Va 400 minglik mana bu tarifini tutyapti, mana bejavisidan belda bor ekan. Mana bu kiyimlarimiz ham qizlar, dvoyka, yubka bilan 400 ming so'mdan. Buni materiali shunaqa qimmat, sifat material. Bir dona qolib ketgani uchun bu ham mana 400 ming so'mdan. Bular dvoyka shim bilan. Mana bunaqa shimni yaxshi ko'radiganlar uchun